Falan qo'shiqda ayt, u juda ham noto'g'ri narsa. Albatta. Juda noto'g'ri narsa. Men shu narsaga juda qarshiman. Shogird birdaniga uni qo'yib bera olmaydi. U qo'shiqni ayta olmaydi-da, siz aytganda. O'zining repertuari ketadi. Ha, ularda chizilgan, yozilgan. Eng qiyin to'y 12 ta viloyat ichida Jizzax viloyati bo'ladi. Bu bittasi. Bu bittasi. Bu bittasi. Mana shunaqa qiladigan insonni o'zi ham bilmaydi. Men nima bu? Xo'p, to'g'ri, uni anaqasida meniyasida almashtirib qo'shildi. San'atkor bo'lmaganingizda kim bo'lardingiz? Joyiga urdik. San'atkor bo'lmaganingizda. San'atkor bo'lmaganimdami? Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar, aziz jizzaxliklar. Xabaringiz bor, yaqin kunlarda Jo'rayev TV kanali o'z faoliyatini boshladi. YouTube'da, Instagramda, Telegramda. Bugungi podkastimiz YouTube'ga to'liq shaklda qo'yiladi va oldindan aytib qo'yaman, bugungi mehmonimiz bilan bo'ladigan suhbatimiz hech bir joyi kesilmaydi. Hamma joyi boricha qo'yiladi. Va xursandmanki, bugun aynan siz yaxshi ko'rgan shu samimiy kanalingizda birinchi samimiy intervyu loyihamizni birinchi mehmoni Jizzaximizni hammamiz yaxshi ko'rgan, ijodini hurmat qilgan, uzoq yillardan buyon Jizzax yaxshi kunlarda xizmatda bo'lib kelayotgan Zafarbek Hazratqulov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli bizning muxlislarimiz, Begzodjon akamizning muxlislari, sog' omonmisizlar, salomat bo'linglar Begzodjon. Avvalambor kattakon rahmat, hurmat qilib studiyangga chaqirganing uchun rahmat aka. Sog' bo'ling Zafar aka, ko'pchilik baribir bizni mana hozir ko'rib turganlar, asosiy baribir auditoriyamiz jizzaxliklar bo'ladi. Jizzaxlik san'atkorlar, xonandalar, qadrdonlarimiz. Endi sizni Jizzaxda ijodingizni mana hozir Sharqona guruhi orqali ko'pchilik tanisa, yosh o'sib kelayotgan yosh avlod san'at vakillari ustoz sifatida bilishadi. Hozirgi faoliyat yuritayotgan san'at dargohlarida ustoz sifatida bilishadi. Keling, shu savolga o'tishdan avval Zafar Hazratqulovni o'zi ustozlari, shu bolalik davrlari, qayerda o'qigan, o'qish oliygohlardagi davrlar haqida ozgina to'xtalib o'tsangiz. Mayli, gap yo'q. San'atga kirib kelishim avvalambor bu san'atga kirishimga meni qiziqtirgan odamlar bo'ladi. Ularga ming rahmat, sog' bo'lsinlar. Oilada san'atkor yo'q. Oilamizda san'atkor yo'q. Faqat shu dadam san'atni rosa yaxshi ko'rganlari uchun hammamiz o'qiganmiz. Ikkita opam, uchta o'g'il biz, ikkita opam bor. Akam, men, ukam hammamiz san'at sohasida o'qiganmiz. Faqat ular davom ettirmadi. Bitta men davom ettirib ketdim. Bundan juda ham xursandman. Yilda mana nazarda yuribmiz, yilda olqishda yuribmiz. Adashmasam 2005-yildan oldin ustozimiz Fayzuxullo Zokirov direktor bo'lgandilar. Muzikalniy uchilishi bo'lardi bizda. Shu muzikalniy uchilishida shu 2005-yildan oldin 4 yil o'sha yerda o'qiganmiz. Keyin mani ustozim Alloh rahmatiga olgan bo'lsin, Asqar aka Ochilov, ularda tahsil olganman. Asqar akam juda ko'p narsalar o'rgatgan menga, maqomda, soz chalishlarni, tambur, rubob hammasini o'qitganlar. Mana shu ustozim konservatoriyaga o'qishga kirmasa ham bo'lmaydi deb turib oldilar. Nima bo'lsa ham konservatoriyaga o'qishga kirishing kerak. Xo'p, ustoz dedim. Keyin 2005-yil men konservatoriyaga o'qishga kirishim juda qiziq bo'lgan. Juda qiyinchilik bilan bo'lgan ekan. Birinchi o'rinda. Menimcha hali hech kim bunaqa topshirmagan bo'lsa kerak. Konservatoriyadagi ustozlar ham hayron qolgan. Hamma tanib qolgan. 4 yil o'qishga topshirganman. 4 yil arqama keyin konservatoriyaga o'qishga topshirganman. Kira olmaganman. Xonandalikdan baland-baland olaman, testdan yiqilaman. Yiqilasiz. Yana xonandalikdan baland-baland, testdan yiqilaman faqat. Keyin oxir iloj bo'lmadi. Boraverdim, qatnaverdim. O'zi ustozlar tanib qoldi. Zafar yana keldingmi? Men kirmaganimcha qo'ymayman. Endi shunchalar bo'larding. Keyin oxiri akamga, Bahodir akamga ming rahmat. Ana shu inson meni qo'llab-quvvatlab, yordam qilib o'qishga kirgizib, meni o'qish pullarimni to'lab, kontraktlarimgacha akam to'lab, akam kuchli ko'p yordam qilgan. Ota-onamning duosi avvalambor, keyin akamning yordami bilan mana shu o'qishda konservatoriyaga o'qishga kirib ketdim 2005-yil. Juda ham zo'r, u yerda konservatoriyada o'qish juda qiyin. Ustozim O'zbekiston xalq hofizi Masharabjon Ermatov qo'llariga tushdim. O'sha konservatoriyada 2005-yil.
Basharov aka qullarda o'qidim. Maqom san'atidan tahsil oldim. An'anaviy xonandalik bo'yicha o'qishga kirdim shu yerga. Juda zo'r kursdoshlarimiz, ahil, Zvizda kursdoshlarimiz bor. Yig'ilib turasizlarmi? Ha, yig'ilib turamiz. Jahongir Otajon kursdoshimiz bo'ladi. Shohjahon Jo'rayev, rahmatli Sherali aka ustozimizni farzandlari, kichkina farzandlari Zohir Shoh bilan ham birga o'qiganmiz. Keyin Buxorodan kursdoshlarim bor, Xorazmdan kursdoshlarimiz bor. Juda kursdoshlarimiz ahil, biz yig'ilishib, suhbatlashib turamiz hozirgacha. Lekin konservatoriyada mana Jizzaxda ko'p o'qiganlar biladi, konservatoriyada o'qish juda ham qiyin. O'zi bo'lmaydi. Konservatoriya juda ham qiyin. Mana o'zimiz shogirdlarimiz o'qidi, mana Dunyobek Ahmedov shogirdim o'zim o'qidi, mana bildi, ko'rdi konservatoriyaning qiyinchiligini, og'irligini. O'sha yerda tahsil olganmiz, ustozimiz O'stimasa umrlari uzoq bo'lsin, O'zbekiston xalq hofizi Masharabjon Yurmatov qo'llarida tahsil olganman. 2009-yil tugatganmiz. Oila qurdik, undan keyin 2 nafar farzandim bor, 2 ta o'g'lim bor. Xo'p, Zafar aka, men bilgan Zafar Hazratqulov bilasiz 15-20 yil vaqt ichida sizni ham kuzatib, ham shogird sifatida, ham bir sizni sostavingizda boshlovchi sifatida xizmat qilganman. Balki to'g'ri, mana misol uchun Sherali Ibragimov bizning qadrdonimiz akamiz. Ular sizni mendan ham ko'proq biladilar. Shunday. Endi nisbatan hammani o'zini bilish qobiliyati bor, his qilish tabiati bor. Misol uchun men bilgan Zafar Hazratqulov odamning yuziga haqiqatni gapiradigan. Shunday. Temp tez, ya'ni odam o'zi ichki tempi bo'ladi, sizda temp tez, bilaman. Shunday. Shu bilan birgalikda birozgina qaysar. Birozgina emas, endi ancha qaysar Zafar Hazratqulov. Bu bizni hozir kuzatib turganlarga qiziq. Zafar Hazratqulov aslida qanaqa inson? Balki men ham to'liq bilmasman. Zafar Hazratqulov aslida kim? U qanday inson? Uni tabiati qanaqa o'zi? Meni tabiatimni endi san'atga kirib kelganimdan beri Begzod meni mas'uliyatim juda katta. Endi san'at sohasida bo'shashib bo'lmaydi-da. Tushunyapsan? Bo'shashib bo'lmaydi. Bo'shashda o'sha san'at iplab bo'lmaydi-da. Mas'uliyat qolib ketishi mumkin-da. Chunki san'atda mas'uliyat katta bo'ladi-da. Shuning uchun juda ham tez harakat qilaman, juda ham tez mana xalq xizmatiga, to'ylarga borganimizda ayniqsa. Masalan, baribir bola chaqa tirikchilikda boramiz, hammamiz ham shu. Lekin asosan yerda shu mablag' tomonini uncha men o'ylamayman. Boshlangandan mablag' tomonini o'ylamayman. Faqat mas'uliyat bo'ladi menda. Shu xalqni to'yi zo'r o'tsin, juda ham ajoyib bo'lsin, yaxshi qo'shiqlarni aytaylik, xalqqa yoqadigan qo'shiqlarni aytaylik deb men juda kirishib ketaman. Keyin sozandalarimni ham mas'uliyatli bo'lishga undayman ularni ham. O'zi asli to'g'ri, asli tezman, juda ham tezman. Keyin haqiqatni yuzga gapiraman. Yaxshi, masalan, sen Begzod yaxshi qo'shiq ayta olmadingmi? Yo'q, Begzod yaxshi qo'shiq ayta olmading. Meni ko'nglimda chiqmadi deb yuzingga gapiradigan. Ko'p bo'lgan. Mana shu joyda aytaman. Zafar akamiz bizni o'sha qaysidir joyda noto'g'ri qadam tashlagan paytlarimiz to'g'rilaganlar. Qaysidir joyda mana shu narsa noto'g'ri ketdi yoki boshlovchilikda ham. Endi xonanda bilan boshlovchining farqi balki bordir, lekin Zafar akam boshlovchilarni gapiradigan so'zlarni ham repertuarini to'g'rilashda katta hissa qo'shgan inson. Joy kelganda bu narsa mubolag'asiz, yolg'on emas, fakt bu. Tan olaman Zafar aka. Va o'sha tabiatingiz menimcha ko'pchiligiga ayon. Shunda hayotda ham shunaqaman. Hayotda ham, oilada ham shunaqa. Ish boshladim, tez bitqizish, tez tugatish uni. Farzandlarim bir ishga buyursam, falon narsani olib kelsam, tez borib ketayman. Tez bo'lgani yaxshi. Punktualniy deymiz va mas'uliyatli degan. Keling ikkita jumla ishlataylik sizga. Mas'uliyatli. Chunki mas'uliyat bo'lmasa, odam 1 soat oldin to'yxonaga bormaydi. Bu inson men bilishimcha shu 1 soat oldin to'yxonaga borib, hamma narsa tayyor turmasa, sozandalarini shu terib qo'yib, xohlagan gapini gapirib, kelajagi uchun, albatta kelajagi uchun, guruhni ravnaqi uchun hech narsadan tap tortmaydigan inson, xullas. Shunday. Taqdiraga kerak savollarimizga birin-ketin o'tsak bo'ladi. Oila, har bir erkak borki, oilasini baribir muqaddas biladi. Oilasini birinchi o'ringa qo'yadi. U san'atda ming yutuqqa erishganingizda ham agar oilangizda tinchlik bo'lmasa, men ishonaman, hozir siz Zafar Hazratqulov bo'lmasdingiz.
oilangiz birinchi o'rinda bo'lgani, Albatta. oilangiz, farzandlaringiz birinchi o'rinda bo'lgani, turmush o'rtog'ingiz, bu hammasi inobatga olinadi. Xo'p, oila siz uchun nima va o'zingizni oilaparvar inson sifatida ko'rasizmi? Bekzod, hamma inson menimcha o'ylasa kerak, oila muqaddas narsa, to'g'rimi? Hamma shunday deb o'ylaydi. Oila muqaddas narsa. San ham, men ham, boshqalar ham. Oila muqaddas narsa. Oilaga juda ham kuchli e'tibor qilish kerak-da. Ayniqsa farzandli bo'lganda, farzandlarga ota-onasi hayot misoli bo'lsa, ota-onasiga e'tiborli bo'lish kerak. Men uchun oila juda ham muqaddas narsa. Men avvalambor ota-onamga ming rahmat aytmoqchiman. Shu onamlarning duosi bilan, otamlarning duosi bilan, keyin qolaversa mana akamning yordami bilan shunchalik san'atni endi maqtanish bo'lib qolmasin. Chuqur egalladim desam adashmayman. Chuqur egallab bo'ldim. Maqom san'atini ham, estrada san'atini ham, boshqa rus san'atini ham hammasini egallab bo'ldim. Oila muqaddas narsa. Oilaga men juda ham qattiq e'tibor qilaman. Ayniqsa farzandlarimga Xudoga behisob shukr, Alloh berdi. Bir qazo qilmay. 2 o'g'il farzandim bor. Farzandlarim san'at yo'lida ketmadi. Lekin men bilaman, mana kichkina o'g'lingiz adashmasam, mentaliy arifmetika bo'yicha o'zim qatnashgan, o'sha payt boshlovchi bo'lganman. Viloyat olimpiadasida g'olib bo'lgan, ya'ni birinchi o'rinda o'zi yoshlari bo'yicha, o'sha yosh pokoleniya bo'yicha, ya'ni tengdoshlari orasida Jizzax viloyat bo'yicha birinchi o'rinda olgan. Paxtakorda Sevinch to'yxonasida bo'lgan. To'g'ri. O'g'lingiz, kichkina o'g'lingiz, ismlari nima edi? Jasurbek. Hozir katta yigit bo'lib qo'ygandiramiz. Katta o'g'lim ismi Alisher. O'g'lim kiber jinoyat bo'yicha Jizzax viloyatida hokimlik tomonidan o'sha musobaqa bo'ldi. Kim juda zo'r rolik tayyorlash bo'yicha Jizzax viloyatida birinchi o'rinda oldi. Katta o'g'lim Alisher. Hozir katta o'g'lim logistika sohasida ishlaydi. Toshkentda o'sha yerda o'qiydi. 11-sinf ham logistikada ishlaydi o'g'lim. Zo'r. Qarangda, hozir men tasavvur qilyapman, bir taxminan Alisher haqida. Shu 2-3 yildan keyin yoki 4 yildan keyin men o'qish bitirgandan keyin agar uylantiradigan bo'lsangiz, xudo xohlasa, shu taxminan 5 yildan keyin siz nevarali bo'lasiz-da endi. Shunday bo'ladi. Nevarali odamga o'xshamaysiz. Qanaqa elektr chiqasiz deb so'rayapman-da. Yo'q, elektr emas. Xo'p, mayli, Zafar aka qarang. Hayotda baribir san'at sohasida bo'lamizmi? Qanaqa sohada bo'lishimizga qat'iy nazar, hamma odamda afsuslanish bo'ladi. Shunday. Siz hech afsuslanganmisiz va shu savolni dumi, ya'ni davomi, nimani shu paytgacha nimalarni yutdingiz, nimalarni yutkazdingiz? Juda ham zo'r savol bo'ldi lekin. San'at sohasiga kirganimdan hozir shu 4-5 yil ichida ozroq afsuslanyapman. Sababi ko'p joylarga mana elda xizmatiga boramiz, to'ylarni juda ham zo'r, ko'tarinki ruhda, chiroyli qilib o'tkazib berasan-ku. Keyin har xil gap bo'ladi. Endi baribir har xil inson keladi, boshqa bo'ladi. To'g'ri, endi san'atda nima deydi? Nonani ish qiyin deydi-ku. Lekin san'atkor ekan bu oddiy qo'shiqchi ekan deb hadeb ustidan bir ana qilaverisham, mag'zavotda ko'risham yaxshi bo'lmaydi-da, yaxshi narsa emas. Shu 4-5 yil ichida ozroq afsuslanib qoldim hozircha. Lekin shu boshlarida san'at sohasiga kirganimda hech qachon afsuslanmaganman. Nima deydi? Hozirgacha ham xalqda e'zozda, biz xalq hurmatida yuribmiz. Bizda hech bir semirib ketgan joyim yo'q yoki bir san'atim buzilib, san'atim o'zgarib ketgan joyi yo'q. Hamma narsam joy-joyda. Balki bu asab bilan bog'liq. Asab bilan, menimcha shunday. Asab bilan bog'liq. Qancha yil o'tsa ham baribir to'ylarda qancha yil bo'ldi Bekzod? Ha, men aytaman, men 20 yil suvda o'tib ketdi. Faoliyatim boshlaganimga salkam 20 yil bo'ldi, 17 yil bo'ldi-da. Lekin qarang, shu suvda o'tib ketdi-da. Menga ko'p bo'ldi. Baribir asabdan deb o'ylayman shu narsa. Asabdan. Endi hamma narsaning chegarasi bor-da. Kimdir kelib asabingiz buzaversa va bu holat takrorlanaversa, qayta bo'lsa, endi baribir odam menimcha inson zot hammasiga chidash mumkin, lekin baribir hammada me'yor bo'ladi. Me'yor bo'ladi-da, shu me'yor. Bir xil to'ylarda mehmonlarimiz endi chegaradan chiqib ketadi-da. Slishkim chegaradan chiqib qoladi-da. Xo'p, o'sha to'y
tantanalar haqida, to'ylar haqidagi savollarimizga keyin o'tamiz. Hozir keling shu mavzuga kirmasdan avval yana bitta zo'r savol bor. Bu o'zimni ham qiziqtirgan savol. Kibr haqida. Ko'pchilik bizda shunaqa gap bor, xalqimizda qaysidir san'atkor nimagadir erishsa-yu, ya'ni balandga chiqsa, samoga chiqsa, o'zini mualliflik qo'shig'i bo'lsa, zo'r ijod qilsa-da, keyin qaysidir xalqning ichida yurgan paytda rasmga tushmasa yoki uni qanaqadir bir vaqti bo'lmay qolsa, unga bir e'tibor bera olmay qolsa, kimgadir bir savol bersa, savolga javob bera olmay qolsa, o'sha insonning nazarida bu kibrlandi, havolandi bo'ladi-da. Lekin aslida san'atkorning qaysi zinapoyalardan qanaqa mehnat bilan chiqib borganini u bilmaydi, hech qachon bilmaydi. Shuning uchun keling, kibr haqida, kibr san'atkorni qanchalik sindiradi va bu sizda takrorlanganmi? To'g'ri. Endi avvalambor o'zi aslida san'atkor kibr bo'lmasligi kerak. San'atkor xalqida kibr bo'lmasligi kerak. Mutlaqo bo'lishi kerak emas o'zi. Lekin shunday vaziyat bo'lib qoladi. Mana masalan, nima deydi? Taniqli san'atkorlar. Masalan, bitta inson rasmga tushaman deb turganda, misol uchun o'sha rasmga tusha olmasdan juda ham charchab qolganidan bor mashinaga o'tirib ketaverganda, darrov Instagramga chiqib mana shu kibrlanib ketdi, o'tidi, butidi deb mana shunday gaplar sirazi chiqadi. Lekin harakat qilamiz endi biza bir nima deydi? Oddiy tilda zvezda san'atkor emas biz, lekin xalqimiz yaxshi ko'radi. Shu ijroimizni yaxshi ko'radi, shu ovozimizni tembrini yaxshi ko'radi. Shuning uchun xalq to'yga aytadi. To'yni olib borish sistemamizni yaxshi ko'radi. Lekin san'atkorga kibr to'g'ri kelmaydi, lekin joyi keladi, xalq shunday deb tushunib qoladi-da. Shunday vaziyat bo'lib qoladi. Menda bo'lgan unaqa voqealar. Yaqinda bo'ldi. Shunaqa voqea. Aytib bersangiz bo'ladi? Bo'ladimi? Bo'ladi. Bir inson xizmatga aytdi, to'yga aytdi, niyat qo'ygan ekan, to'yga aytdi. Keyin men to'yni o'sha kuni bo'shaganmiz, to'yni yozib chizib oldim. Keyin arada bir hafta o'tdi. U inson men endi sal yangi anaqa xonadon sal chetroqda, antenna bizada o'ynab turadi-da, chiqib chiqmaydi. Keyin menga telefon qilyapti. U alo desam, bu alo degan vaqtda meniga uzilib qolyapti. Svязь uzilyapti menda. Svязь uzilyapti. Uzilib. Keyin u menga telefon qilib qo'pol gaplarni gapirib ketdi. Nimaga siz odam ustidan kulyapsiz? deb. Men aytdim, "Yo'q, aka, unaqa narsa bo'lgan yo'q. Men unaqa yoshda emasman." Mana saviyani qara. Ko'ryapsan, saviya qayerga ketyapti mana. Aka, men unaqa zvezda san'atkor emasman. Chalik. Men svязь uzilib qolyapti. Siz to'g'ri tushuning meni. Men agar shaharga chiqsam, sentrga chiqsam, undagina siz bilan gaplasha olaman. Unda bo'lmaydi, ilojim bo'lmayapti. Men uzilib qolyapti, antennam kam desam, mendan xafa bo'lib, kibrlandingsan, mensimadingsan deb to'yni atmay qildi. To'yni atmay qilishgacha bordi. Shu darajaga bordi, ana shunchalik ong. Mana shunchalik. U mendan katta inson bo'lmasa, to'yni atmay qildi. Mashinasi deman, unga nima deya olaman? Bu joningiz sog' bo'lsin dedim. Boshqa hech narsa deya olmayman. Mana shunaqa voqealar bo'lib turadi-da, bormi shunaqalar. Lekin aytadiku, tanganing ikkinchi tomoni ham bor. Kibrlanadigan san'atkorlar ham bor-da. Bor, albatta bor. Bor. Kimdir ko'tariladi, kimdir ko'tarilmaydi-da. Shunday. Yuqorini. Ha. Xo'p, Zafar aka, hozir sezgan bo'lsangiz, sekin-asta o'sha to'y tizimiga yaqinlashyapmiz, o'sha gaplarimizni ko'p nimasi olib boryapti shu tomonga. Bugungi podkastimizda keyingi savollari to'y haqida bo'ladi. Xo'p, birozgina achchiqroq bo'lishi mumkin suhbatimiz, birozgina achchiqroq bo'lishi mumkin gap so'zlarimiz. Kuzatuvchilar diqqat qilishlarini so'ragan bo'lardim. Sababi to'y bu katta qozon. Jizzax to'ylar katta qozon. Qozonni ichida hozir savol-javob qilib qaynashimiz mumkin va birorta joyini kesmaymiz. Va mana hozir Zafar aka men ham haqiqiy adabiy shevada emas, ya'ni adabiy tilda emas, biz o'zimizni Jizzax shevasida samimiy gaplashyapmiz. Chunki proyektimizni, loyihamiz nomi ham samimiy intervyu. Demak, podkastimiz navbatdagi savol. Zafar aka, Jizzaxdagi xonandalar, mana hozir deylik, kimdir balki avtorskiy qo'shig'i bordir, kimdir yo'qdir. Kimdir to'y uchun faqat repertuar qiladi. Shunday. Xalq tilida to'y xonandasi deyiladi. To'y uchun xonanda, ya'ni ekranga chiqmaydi. Otarchi deb aytadi. Otarchi deyiladi. Otarchi deyiladi. Xalq tilida otarchi. Lekin xonandalarimiz bor. Masalan, sizda men bilaman, avtorskiy qo'shiqlaringiz borda.
Buni ko'pchilik bilmaydi. Bilmaydiganlar ham bor-da. Ha. Sherzod Abdullayevlar bitta duetingizga ham men o'zim she'r yozib berganman. Ana shunday. Chiqqan qo'shiqlaringiz. Avtorskiy qo'shiqlari ko'p. Safar Hazratqulovda. Xo'p, Jizzax xonandalariga qanday baho berasiz va san'atkorga, ya'ni xonandaga to'ylarda xalqimizni munosabatiga qanaqa qaraysiz? Birinchi xonandalarni gaplashamiz. Xonandalarning ijodiga qanday baho berasiz? Faqat to'g'risini aytamiz. Chunki dangasa, ko'pchilik dangasa. Zafar aka keling, hozir mana shu haqiqatni aytaylik. Ko'pchilik dangasa. To'g'ri, juda ham. Kimnidir Ayniqsa mana shu 2-3 yil ichida juda kuchayib ketdi mana shu narsa. shu dangasalikni shu so'z bilan aytib namoyish qilib beraylik. Nima bilan taqdim qila olasiz shu dangasalik? San'atkorlar dangasalik davlat tadbiriga chiqmasligimi yoki faqat to'y bilan ushlanib qolganligimi yoki televideniyega klip qilmasligimi? Nimalarda ko'rasiz shu narsani? Dangasalik nimada ko'rasiz? Men ochiq aytaymi senga, Bekzod. Men bu narsani tub-tubini xalqimizda olsam soddaligidan deb bilaman. Xalqimiz sodda-da, xalqimiz sodda. Mana tasavvur qil, mutlaqo ashula aytishni bilmaydigan inson. Mutlaqo ashula aytishni bilmaydi. Buni sohasi mutlaqo boshqa soha. Mayli, kimnidir bu yerda kamsitib boshqa qilmoqchi emas biz. Omadini bersin, uni vijdoniga havola. O'zini vijdoniga havola. Qanday xohlasa shunday qilib xalqimizni yoki mana to'y qiladigan insonlarni aldab yuraversin. O'ziga havola. Mayli. Bu savol javob beraman. Shunchalar men hayron qolganim, biz nimaga konservatoriyada o'qib keldik deb juda hayron qolaman. Neujeli xalqimiz shunchalik soddamikan? Shu bitta jonli aytib ko'rmasmikin deyman. U san'atkor baribirga ham qattiqdir pand yeydi. Jonli so'rab qoladi o'sha narsani. Jonli so'rab qoladi. O'shanda pand yeb qoladi. Baribir san'ati bor inson bu joydan degan joydan yutib chiqib ketadi. Bizda ustozlarimiz shunday degan. San'ati bor inson bu joydan yutib chiqadi. Svet o'chib qoladimi? Svet o'chadimi? Yoki klavish o'chib qoladimi? Yoki usul bo'lmay qoladimi? Nota bo'lmay qoladimi? Masalan, tanaliz bera olmay qolish mumkin klavish o'chgandan keyin. Uni xohlagandek qilib ijro qiladigan, o'shanda pand yeb qoladi o'shanda. Mayli, uni ham omadini bersin, biz birovni bir kamsitib ona qilmaymiz, ko'ngliga tegmasin, boshqa qilmasin, lekin noto'g'ri bo'lyapti demoqchiman. Bekzod juda ham katta xato bo'lyapti. Men iltimos qilib qolardim, hozirgi chiqadigan mana yoshlar, ayniqsa mana yoshlar, gruppalar, keyin sal o'zini ustida ishlab, mana ohang nima, nola nima, daromad nima, miyohat nima, auj nima, mana shu narsalarni bilib, ozgina bir san'atga kirib, xalq xizmatiga keyin mas'uliyat bilan kirgani ma'qulroqmi deyman-da. Juda mas'uliyatsiz bo'lib ketdi hozirgi yoshlar. Ayniqsa hozirgi yoshlar chiqyapti. Yana qolaversa, tim bo'li yana hozir voshim rasvo bo'ldi, sun'iy intellekt chiqdi. Va, aytmang. Sun'iy intellekt chiqdi, juda rasvo bo'ldi. Juda ham rasvo bo'ldi. Mayli qizlarimiz-ku, qizlarimiz bor, zo'r san'atkor qizlarimiz bor, zo'r. Chotki gap qilish mumkin emas. Lekin bolalarimiz, hozirgi chiqadigan bolalarimiz shunday kelyapti, studiyaga kelyapti, shaxsan men o'zim guvohiman, studiyaga kelyapti. 20 ta, 30 ta qo'shiqni sun'iy intellekt qilyapti. Unga 10 million, 15 million pul tikyapti studiyachiga. 10 million, 15 million pul tikyapti. Bu zo'r ohang qilib, ashula qilib chiqarib beryapti uni. O'sha pulni to'ydan chiqarmoqchi-da endi. Ha, o'sha bilan to'yga chiqmoqchi. Maqsadi shu. Ha, to'yga chiqmoqchi. Men shaxsan men o'zim bilaman, bitta gruppa bor, mana G'allarolda gruppa bor. Gruppa Yallani Faroz Zokirovda Yo'ruyiga kelin poshsha ibo bilan kelibdi, kuyov tura yuragida shifo bilan kelibdi deb men aytganman shuni. Men fonogramma qilganman shuni. O'zim uchun qilganman. Meni fonogrammamni qo'yib, kelin-kuyovlarni bemalol xo'ja olib kiradi. Bemalol xo'ja maza qilib olib kiradi. Mayli, u meni qo'shig'im emas, to'g'ri, lekin meni fonogrammam. Ha. Shunday. Meni fonogrammam. Dashi xalqimiz mana shunda ajrata olmaydi. Yo'q, ajrata olmayapti-da. Bir inson kelib gapirmayapti-da. Bekzod, tushunyapsan? Men shunga mana odam anaqa bo'lyapti-da. Mehnatingizga achinasiz. Ha. Zafar aka qarang, shu
bu katta qozonda, shu qozonda aylantirishdan avval jonli ijro haqida gapirib, bizni ko'rib turgan mana shu YouTube'dagi kuzatuvchilarimiz shuncha jonli haqida gapirib, o'zingiz qani bitta eshitaylik deyish mumkin. Mayli. Zafar Hazratqulovdan men o'zim so'ramoqchiman, iltimos qilmoqchiman. Endi baribir siz ustoz san'atkorlarning qo'shig'ini ijro qilib, ularni tinglab katta bo'lgansiz. Maqom yo'nalishida maqom yo'nalishida shu o'zingiz o'qigan yo'nalishdan bitta namuna ijro eshitamiz. Xirgoyi, ha? Bo'ldi, gap yo'q. Men yaxshi ko'rgan qo'shig'im bor. Hozir bitta ikkita xalq xizmatlarida ham boshida xalq kelib o'tirib, bir piyola choy ichganda mana shu qo'shiqni aytaman. Juda zo'r qo'shiq, menga yoqadi shu. Fig'on kim gardishi davron ayirdi shaxsvorumdin. Fig'on kim gardishi davron ayirdi shaxsvorumdin. G'amam ko'p ekan sen bexabarsan zorumdin. G'amam ko'p ekan sen bexabarsan zorumdin. G'uborim ishq vodisi damar botuldi kim biyobonlarda majnun tuyo izlab g'uborimdin. Biyobonlarda majnun tuyo izlab g'uborimdin. Tuyo izlab g'uborimdin. Ko'ryapsizlarmi, bilsalaring bilarsizlar, Jo'rayev TVda qolinglar. Bizga a'zo bo'linglar, bizni kuzatib boringlar. Samimiy intervyu loyihasida jonli ijro bo'ladi mana shunaqa. Rahmat Zafar aka. Maza qildik. Xo'p, operatorlarimiz ham maza qilib yuborishdi, hozir qo'l ko'tarib qo'yishdi. Sizlarga rahmat. Sog' bo'linglar. Xo'p, boyaga mavzuga qaytamiz endi. Xonandalarimiz haqida to'xtaldik va to'y tizimida xonandalarimizga xalqimizni munosabati. Uni olib aytmoqchiman, boyaga guruhga. Yaqinda shu guruhga to'xtaldik, sun'iy intellekt haqida. Joyi kelganda aytamiz, chunki kesilmaydi bu narsa. Bizni qadrdon akamiz, san'atkor hamkasbimiz, ustozimiz Akmal Isroilov bir intervyu bergandilar. Akmal akam shu intervyular o'zim eshitib qoldim. Toshkentdan, taxminan Sirdaryodan o'tayotgandim, Toshkentga kelaturdim. Shu paytda intervyuni qarab turib, Akmal akam bitta gaplarini ko'rdim. Ya'ni fonogrammachi gruppalar, hozir shou gruppalar ko'p, qiz bola umuman ayta olmaydi va o'sha ulanmagan, hattoki o'sha organning klaushnik kabilar ulanmagan shunaqa guruhlar bor deb aytdi. To'g'ri. Endi tanganing ikki tomonini ko'ramiz. Hozir hali Sharqona guruhiga ham to'xtalganimizda bu narsaga alohida to'xtalib o'tamiz. Lekin siz mana xalqsiz, tasavvur qiling. Xalqsiz. Zamon talabi degan narsa bor. Albatta. Shu shou gruppalarini ham mayli fonogramma deb qo'y, lekin aslida bitta gap aytmoqchiman. Fonogrammani o'xshata olish ham bir san'at aslida. Ya'ni shou gruppalar bo'yicha aytyapman. Umuman siz bilgan mashhur shou gruppalar ham jonli ayta olmaydi-da, ko'pi. Lekin fonogramma qilib turib nimadir shou qilib beryapti-da hozir. Zamon talabi xalqqa yo'q edi shu narsa, masalan. Shou brend deymiz mana. Toshkentda ko'p bunaqa gruppalarda. Shou guruhlarga nima deysiz? Ularning ijodiga saralab bersak bo'ladimi? Misol uchun xalq uchun yaxshilarini bemalol aytsa bo'ladi. Bunaqa variantlari bor-ku, Akmal akamning nazaridagi. Shunaqa gruppalarni aytmasak bo'ladi degan narsani sal chegara qo'ysak bo'ladimi? Xalqqa nima deymiz? Hozir men bir boshdan senga aytaman bu narsani. O'zi san'atda qonun bor-da. San'atda o'zining qonuni. Hech qachon xonanda yoki aktyor yoki sozanda tomoshabinga ergashmaydi. Hech qachon tomoshabinni ergashtiradi. Tushuntira oldimmi? Tomoshabinga biz xalq xohlagan narsani aytish mumkin. Sahnada o'ynab
ayt deyishi mumkin menga. Yo'q, shunday san'atkor bo'lish kerak, shunday san'atkor bo'lish kerak. Seni eshitish kerak u. Bo'ldi, yana u qo'shiq so'rash kerak. O'sha boshda gap. Baribir balans berib qoladi. Tushunyapsanmi? Shuning uchun shou guruhlariga kelsak, shou guruhlar hozir juda ham ommalashdi, juda ham rivojlandi, zo'r. Gap yo'q, omadini bersin. O'zimizda ham juda ko'p hozir mana shou guruhlar omadini bersin. O'sha gapni mana xalq xohlayapti deding sen boya ko'rding. Bu noto'g'ri narsa o'zi aslida, bu noto'g'ri narsa bo'ladi-da. Xalq xohlash kerakmi? Xalq ko'p narsani xohlaydi. Albatta. San'atkor o'zi xohlab, o'zi o'sha xohlagan repertuarini tanlab, xohlagan faqat chegaradan chiqmaslik. O'zi san'atkor madaniyat tarqatuvchi inson hisoblanadi. Madaniyat tarqatuvchi inson hisoblanadi. Ochiq-sochiq emas. Unja Yevropaga ham tortib ketish kerak emas. O'zimizni milliyligimizni yo'qotmasdan kostyum shim, oq ko'ylak, juda chiroyli, o'ziga qaragan, soqoli olingan bo'lib sahnaga chiqish kerak. Unda qaraganda odam xalq o'tirib yoki mehmonlar kelib qaraganda bahridili ochilib, undan bir yaxshi narsa oziq olish kerak. Yaxshi oziq olish kerak o'zi aslida. Guruhlarga yaxshi omadini bersin. Faqat har xil guruhlar chiqyapti. Bizda hozir har xil guruhlar chiqyapti. Shu xalqimizdan sal shu ozgina xafa bo'lib turganimiz, nima deydi? Shu soddaligi. Shu sodda bo'lmasdan shu qarab mana bu Vigzod tasavvur qil mana. Sun'iy intellektda yozilgan shou guruhi keldi. Mana misol uchun. Mana men to'yimga misol uchun men olib keldim. Men san'atni tushunmayman. Ani dadamlar tanovorga o'ynaydi misol uchun. Tanovorga. Men kelaman, hofizga aytaman. Tanovor qo'shig'ini ijro qilib bergan, iltimos qilaman. Tanovor yo'q. Tasavvur qil. Yo'q tanovor. Uni ayta olmaydi chunki u sun'iy intellektda qilingan narsa yo'q hammasi. Agar sun'iy intellektda tanovorda qilib qo'ygan bo'lsa, o'sha fonogrammas ketadi. Turaveradi. Unaqasi yo'q. Keyin gapingizni mantiqan davoman xalqimizga murojaat bu. Shou guruhlarida repertuar borda, dastur bor. Misol uchun 20 daqiqadan keyin yana kiyim almashtirib chiqib, yana 20 ko'pchilik tushunmaydi-da, keladida, endi to'g'ri, men bu tomonga o'tmoqchi emasman. Lekin xalq keladi, Toshkentdan Xorazm 1100 km so'raydi yoki tanovor so'rasa, shou guruhi birdaniga uni qo'yib bera olmaydi. U qo'shiqni ayta olmaydi ham-da, siz aytgandek. O'zining repertuari ketadi. Ha, ularda chizilgan, yozilgan, hurmatli xalqimiz, ko'p shou guruhlarimizda afsuski repertuar hammasi oldindan chizilgan. Men o'zim boshlovchilikka borsam ham yoki mezbon san'atkor sifatida qatnashsam ham ko'p Toshkentdan kelgan guruhlarga qarata aytmoqchiman. Orada chiqish qilishadi boshqa, mayli omadlarini bersa, lekin joyida xalqning talabini qondira olmasangiz, menimcha 2 soatlik to'yda siz o'zingizni yaxshi qoniqmaysiz. Yaxshi san'atkorga kirmay qolasan. Yaxshi san'atkor bo'lmay ular narsada shunday bo'ladi-da. Anaqasida. Niyatda shunday bo'ladi. Xalqni xursand qilish kerak-ku maqsad, to'g'ri? Albatta, to'g'ri, lekin chegara bor-da, me'yor bor. Xalq ham, masalan, to'y qiladigan inson ham san'atkorni hurmat qilgan holda bo'lish kerak bu narsada. Hurmat qilib, falon qo'shiqda ayt, u juda ham noto'g'ri narsa. Albatta. Juda noto'g'ri narsa. Men shu narsaga juda qarshiman. Shunday. Bunday qilish kerak. Hurmatini, men hurmatli xalqimizdan iltimos qilaman, sodda xalqimizdan to'y qiladigan muxlislar, akalarimizdan, ukalarimdan iltimos qilib qolardim. Jizzaxda nechta san'atkor bo'lsa, xoh, u mayli jonli ayta olsin, jonli ayta olmasin, u harakat qilyapti, mehnat qilyapti. Sizni to'yingizni chiroyli o'tkazishga, kelgan mehmonlaringizni oldida sizni obro'yingizni ko'tarishga hurmat izzatini joyiga qo'ying. Iltimos qilaman, hurmat izzatini joyiga qo'ying. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, fonogrammachi bo'lsin, jonli ijrochi bo'lsin, zo'r maqomchi bo'lsin, zo'r ustoz san'atkor bo'lsin, lekin iltimos hurmatini joyiga qo'yinglar. Eng qiyin to'y 12 ta viloyat ichida Jizzax viloyati bo'ladi. Begzod, men senga aytib qo'yay. Jizzax viloyatidan to'yni o'tkazish juda ham qiyin. Bu bittasi. Mana shunaqa qiladigan insonni o'zi ham bilmaydi mana shuni. Nima bu? Xo'p, to'g'ri, uni anaqasida mneniyasi almashtirib qo'shildi. To'g'ri. Lekin men uni xohlagan qo'shig'imga almashtirishim mumkin, boshqa bo'lishi mumkin, lekin uni chegarasi bor. San'atkorga, hofizga nisbatan juda behurmatlik deb bilaman. Zafar aka, Toshkent to'ylariga borsam mazza qilaman. Mana shunday. Ishoning, mazza qilaman. Mana borganimda shunday bo'ldi. Noshukrlik bo'lmasin, Jizzaxni yaxshi ko'ramiz. Toshkentga borib qatnashib qo'ysa-yu, qaysi bir xizmatga borib qolsa ham, bunaqa narsa dugul, ishonasizmi?
og'ir tempdagi qo'shiqlarga ham mana o'rtacha temp Mustaqzo Tanor shunaqa o'ynaydi, hamma mazza. Xohlagan. Keling, mana shu joyda boshqacha bo'lsin intervyumiz. Ana 608 kirib kelgan-ku bizga o'zi. Doira bazm. Doira bazm deylik, doira bazm. Doira bazm. Taqir-tuqur deylik, mana boshqacha tilda taqir-tuqur. O'zimiz tilda taqir-tuqur. Endi mahallalarni aytmaymiz, lekin Jizzaxda bunga foiz jihatidan ko'proq taqir-tuqur qiladigan shunga moyil mahallalar bor. Sal 30% lik, 50% lik, 70% lik foizda. Foizli to'g'ri, to'ppa-to'g'ri. Endi qarang. To'g'ri aytasiz. Shu umumiy qilib aytamiz. Shu taqir-tuqurda umri qancha va ayollarimiz shu kuyov jo'ralarni taqir-tuqurning soyasida qandaydir uni fokusida bu ayollar bo'lib qo'shiqlar kam bo'lib qolgani uchun ayollar bu hokus to'yda qizdira olmaskan degan nimaga borib qolyaptimi ekan deb o'ylayapman-da. Ertasi kun kelsalar gap bo'lyapti-da. Chunki menga keldi bu gap keldi. Kecha deydi, to'yda deydi, faqat taqir-tuqur bo'ldi. Kuyov jo'ralar sahnani to'ldirib o'ynadi. Biz Qirolicham ko'chaga chiq degan qo'shiqni 3 marta so'radi, aytmadi. Degan gap bo'ldi-da. Endi bizning jamoada bo'lmadi. Men eshitishim bo'yicha bu san'atkorni taniysiz, men ham taniyman. San'atkorimiz tomonidan o'tkazilgan to'y. Shu to'yda xalqning gapi bu. Shunchaki gap. Endi ayollarimiz gapi. Demoqchiman, o'sha boyagi narsa me'yor. Ya'ni taqir-tuqur ham gap ko'p. Bu tomon ham joyida bo'lishi kerakmi deb o'yladim. Albatta, juda uning uchun kuyov jo'ralarga murojaat qiling. Ko'zori ham yaxshi bo'lishi kerak-da. Zafar aka, kuyov jo'ralarga bitta murojaat qilib bering o'zingiz. Kuyov jo'ralarga ham. Yo'q, uni ayrim insonlar men hamma deb ana qilmoqchi emasman. Bir boshdan boshlamoqchiman. Ayrim mana shu o'g'il farzandi bor insonlar, ayrimlari, qo'shtirmoqchi, ayrimlari. Men shaxsan o'zim juda ko'p bo'lgan bu narsa, men aytmayman, noma'no qilmayman. Farzandiga so'z o'tmaydi. Megza, sen tasavvur qiling, farzandiga so'z o'tmayapti. Men shu san'atkorga aytaman, taraqqiy zo'r buni, shu taraqqiy juda zo'r qiladi desa bo'ldi, ha, o'zing nima xohlasang shuni ayta qol. Mana shunaqa bo'ladi. Eng achinarlisi mana shu. Birinchi o'rin. O'zini farzandiga o'zini so'z o'tmaydi, otani so'z o'tmaydi. Ikkinchidan, me'yor, baribir me'yor. Nechun boya aytganimdek, hofizda kurgazor yaxshi bo'lishi kerak. Albatta. U yosh katta keladi, yoshi o'rtacha keladi, yoshlar keladi to'yga. Uni birdek olib borishni o'zi juda katta mas'uliyat talab qiladi. Birdek olib borish. To'g'ri, mayli taqir-tuqur qilib bersin, kuyov jo'ralar ham masalan xafa bo'lib, kuyov bola to'yin qizimadi, bizga taqir-tuqur bo'lmadi degan gaplar bo'lmasligi uchun me'yorda onalarni o'zini davrasi bor. Otalarimiz o'zining davrasi, yosh kattalarning davrasi bor. O'shanga me'yor, hammasini me'yor bilan tartibda olib borish kerak bu narsani. Kuyov jo'ralar to'g'ri, gap yo'q. Zo'r udim keldi, asosan Samarqanddan kirib keldi bu. Samarqanddan kirib keldi. Gap yo'q, juda zo'r narsa bu. Azartli narsa bu. Haqiqatan to'g'ri, azartli 608 sho'x ketadi, boshqa bo'ladi. Lekin yosh katta onalar, otalarimiz misol uchun shu farzandimni to'yda yo nabiramni to'yda maza qilib o'ynab qolay, istalik bo'lib qoladi, bir umr ko'radi buni, istalik bo'lib qoladi degan bu narsa ham bor-da, axir Bekzod. Ularni ham o'ylash kerak, baraka topkurlar. To'y bitta meniki, bizaniki deb qolish noto'g'ri narsa u. Mutlaqo noto'g'ri narsa. O'zini o'ylash. Yoki kuyov jo'ralar maslahat oshiga yig'ilganda, "Tavay to'yini o'shanga ayt, palonchi ayt, tugunchini ayt, o'sha doira bazmi zo'r qiladi, doira bazmi zo'r." U kallan ishlatish kerak hozir. Kallan ishlatish kerak. Gashta do'stlar keladi, hoji onalar keladi. Hoji onalar misol uchun masalan nabiram to'yda o'ynab qoladi deydi-da. Bor bunaqa narsalar ko'p bo'lgan. Bilasizmi, ayniqsa kollektiv o'tiradi-ku, so'zga chiqqandan keyin ana to'yda o'rtasida so'zga chiqib qo'yadi. O'sha payt endi boshlovchilikda so'z berardi. Kollektivga bersangiz, joyida ular xohlaydi-ku. Joyida xohlagandan keyin u joyida aytib bera olmasdan, hozir 5 daqiqa o'tirib turinglar deb aldar deydi. 5 daqiqa o'tirib turinglar hozir. Mana shu narsani mendan o'rgangansizlar, hammalari shunday. To'yda tartibga olishni mendan o'rgangansizlar. Ana shu narsani. Zafar akamda biz o'sha tartib qoidasini o'rganganmiz, ya'ni har bitta inson ko'ngliga kirib borish, kuyov jo'ralar o'sha paytda ham ko'ngliga qarardilar, lekin gap bilan mikrofonni shunday to'xtatib turib, kuyov jo'ralar hozir rahmat sizlarga mana 4 ta qo'shiq bo'ldi, kuyov jo'ralar endi dam olib turasizlar, endi ayollarimiz. Mana meni muxlislarim aytsin, to'yga xizmat qilgan insonlarni aytsin.
Mana komment yozsin. To'g'ri shunday deylik. Mana kommentariyada yozinglar, mana to'ylaringga xizmat qilganman. Kimni to'yga xizmat qilgan bo'lsa, mana kuyov jo'ralari bor, boshqalari bor. Masalan, hamma narsani me'yorda olib borganman. O'sha ayollar ham, o'sha kuyov bolaning onalari, dugonalari ham hammasi me'yorda o'ynagan. Kuyov jo'ralari ham hammasi me'yorda o'ynagan. Bu narsani tartibga olganman. Iloji boricha shunday qilaylik deb san'atkorlarimizga ham, shogirdlarimizga ham tavsiya beryapman-da hozirgacha. Shunday qilinglar, tartibga olinglar. Men o'zim dasha Instagramimda ham shuni chiqaryapman. Voy, taqir-tuqir sal kamroq bo'lsin. Kamaytiringlar deb kecha yaqinda bitta onaxon telefon qilyapti menga. Safarjon, meni o'g'lim falonchini aytgan ekan. O'sha yoqar ekan, o'sha falonchini aytgan ekan. Xo'p, mayli. Xo'p, yoqqan bo'lsa yaxshi, mayli, yaxshi. Keyin o'sha men o'rtog'imning to'yiga borib qoldim. Yakkasaroy to'yxonasiga o'rtog'im to'yiga bordim. O'sha o'g'lim aytgan san'atkor keldi. Menga umuman yoqmadi. Sababi dedim. Ona sababi nimaga? Sen faqat ana shu taraqadori doira bo'ldi. Faqat doira chalindi. Meni dugonalarim dugana chiroyli qo'shiq aytsin, gashtdagi do'stlar bilan birga o'ynaylik, sinfdoshlar bor kelgan, bir o'ynaylik deb aytdim. Aytganimni qilmadi. Yo'q deb turib oldi. O'zingiz borib xizmat qilib berasiz. Men u san'atkorda atmen qildim dedi. Men uni atmen qilganida men ichim achidi Begzod. Chunki siz tushuntira oldimmi? O'ylasiz, sizga hamkasbingiz u. Hamkasbim ular meni. Men ichim achidi. Неужели men shu narsaga kallasi yetmayapti san'atkorlarni, hofizdan hozir chiqadigan yoshlarni, endi ustozlar-ku, endi ustoz ular. Mana oddiy misol mana. Oddiy kichkina misol keltirdim senga. Men to'yga bordim, tartib bilan batartib hammasini xursand qilib chiqib ketdim. Qarang, to'y mas'uliyati yomon. Hozir mana shu joyda menimcha to'g'ri bo'ladi. Bu o'sha qozon hali ham qaynashda davom etyapti. To'y qozoni. Hozir mana yana aralashtiramiz va mana bitta burchagidan yana bitta mavzu oldim. Bu mavzu bilasizmi nima? San'atkorlarni hozir balki siz uchun yosh chiqib keladigan san'atkorlarni yoki to'y olish uslubi, aka. To'y olish uslubi juda menimcha noto'g'ri-da. Begzod, noto'g'ri. Men aytsam ko'p narsa ochilib ketadi-yu. Ko'p inson mendan xafa bo'lib qoladi-yu. Yo'q, mayli biz negativ bo'lib kimgadir bu yerda kimgadir minus gaplarni gapirayotganimiz yo'q. Safar aka, prosta biz keling shu ochiq oydan shu kartani ochib o'ynaylik shu joyda. To'y olish uchun san'atkor o'zi hurmatini qanchalik bilish kerak, qanchalik me'yorni bilish kerak. Shu haqida to'xtalib o'ting. Avvalambor xalqimizga iltimos qilmoqchiman. Faqat mana Begzod bilan iloji boricha bizning maqsadimiz nima bo'lyapti? To'ylarimiz juda ham chiroyli o'tsin. San'atkorlar san'ati rivojlansin. Jizzaximiz san'ati ham rivojlansin. Hozir kelib chiqadigan yoshlar ayniqsa tanovorda ayta olsin yoki munojotda ayta olsin. yoki boshqa milliy o'zimizni milliy jonon bo'laman deb misol uchun to'g'rimi? Shunaqa qo'shiqlarni ayta olsin degan maqsadda biz ozgina bu mana shu anaqani proyektni qildik ozgina. Biz uchun shu proyekt qildi. Faqat iltimos qilamiz, kommentariyada negativ yozmanglar, iltimos, negativ bo'lmasin. Biz to'g'ri gaplashib, to'g'ri suhbatlashamiz bu yerda. Faqat negativ yozilmasin. Biz muxlislarimiz, avval men muxlislarim negativ yozmaydi. Negativ yozadigan bir случай ham bo'lmadi, suhbat ham bo'ladigan. Shunday. Kimnidir ko'ngliga ozor bergan. Yo'q, kimnidir ko'ngliga ozor bermoqchi emas. Biz faqat iltimos qilyapmiz. Xalqimizdan iltimos qilib, san'atkorlarni hurmat qilinglar, hurmatini joyiga qo'yinglar, iltimos deyapmiz. Faqat shu, keyin xonandalarga xalq hurmat qilinglar. Faqat nima deydi, chiroyli qo'shiq aytinglar, xalq rozi bo'lsin. Faqat shu, yaxshi san'atkor chiqsin Jizzaxdan. Shunday. Maqsadimiz shu. To'y olish maqsad. Savoling. To'yni olish, san'atkorlarimiz to'y olish uslubida men bilishimcha mana Zafar Hazratqulov necha yildan beri bilsam, Zafar aka zaklat olinadi, yoziladi, to'yning egasida ko'rishilgandan keyin 100% ko'rishiladi va undan keyin to'y yozilgandan keyin to'yga xizmat qilinadi. Biror marta men eshitmaganman, misol uchun zaklat olib yo bo'lganmi Zafar aka sizda? Zaklat olganingizda shunaqa vaziyat bo'lib qolganmi? Misol uchun siz tomondan o'sha og'zaki shartnomani buzilganligi, ikki tomonlama shartnoma buzilgan. Ya'ni qaysidir tadbirga yo nimagadir ketish yoki kasal bo'lib qolgan bo'lasiz-ku, sirjon emas, to'g'ri? Agar shunaqa vaziyat bo'lib qolsa, zaklatni qaytarib berishda o'zingiz taklif qilib, aytib, oldindan uzr so'rab 100% ko'rishgan paytingiz bo'lgan. Bittasini aytib bering, hozir shu narsa. Bitta bo'lgan. Administratorim Koreya davlatiga ketib qoldi.
bloknot Hakimaga. Hakimjon bloknot akamda qoldi. O'zini akasida tashlab ketdi. Menga Tojikistondan xizmat chiqib qoldi. Tojikistondan telefon bo'ldi, Tojikistonga xizmat bo'ldi. Bo'ldi, qancha chesloga? Men telefon qildim, akamga falon kuni bo'shmisan? Ko'ryapti, chesloda adashyapti, falon kuni bo'sh. Men Tojikistonga aloqaga chiqyapman, Tojikiston bo'sh o'sha cheslo, ular zaklad tashyapti, zaklad oldim, labz berdimmi? Bo'ldi, labz berdimmi? Keyin arada 1 soat, 2 soatdan keyin menga akam telefon qilyapti, men Zafar men adashib qolibman. U kunga to'y bor ekan, olingan ekan. Degan, tema ketib qolyapti. Anglashmovchilik. Da. U egasi rosa xafa bo'ldi mendan. Tojikiston. Yo'q, bu Tojikistonga labz berib qo'ydim men. Men labz berdim. Lekin bundan ham zaklad olingan. Bundan zaklad olingan. Zakladini qaytarib berib, san'atkor kerak bo'lsa, men san'atkor topib beraman dedim. Juda zo'r san'atkorlarimiz bor, men topib beraman dedim. Xohlasangiz dedim. Bo'ldi, men bitta o'ylab ko'ray aka dedi, maslahat qilib ko'ray dedi. Agar topolmasam, ana bo'lmasa dedi. Hali vaqt ko'p edi lekin. Aloqaga chiqaman sizga. O'shanda juda ham bir unaqa bo'lib qolganman. Juda xijolatgarchilik bo'lib qolgan. Bo'lgan, uzilgan baribir. Sal nimasidir yomon bo'ladi. Biya ketdi o'sha. Bo'ladi. Yomon narsa bu. Men tomon bir marta yoki 2 marta bo'lgan. Ikkinchisi ancha yil oldin bo'lgan, uni eslolmayman. Endi bunga zaklad masalan to'y olish tomonidan menimcha hammasi yaxshi bo'lishi, biz Jizzaxni san'atkorlarini tarafdorimiz. Ya'ni albatta shunday, to'ydan olishda ko'proq o'sha yuzma-yuz ko'rishib, iloji boricha shu faqat chelis emas, telefon orqali bo'lishi mumkin-da endi. Menimcha u narsa mana sizda ham tajribangizdan kelib chiqib, menda ham ozmi ko'pmi o'sha tajribamdan kelib chiqib aytaman. Baribir yuzma-yuz ko'rishib, gaplashib, to'y degasini tabi qanaqa, nimani xohlayapti. Kim bilasizmi Zafar aka? Ko'pchilik to'y deganlarda anaqa bo'ladi, ssenariy bo'ladi. To'yimga shunaqa ssenariy qilamiz deydi. Lekin ko'p hofizlarimiz shu to'y o'ziga tiraydi shu narsani. To'y o'sha payt kirib borgandan keyin u tezlikda bo'lmaydi hech narsa to'yda. Mas'uliyatsizlikka kiradi. Ana shunday. Mas'uliyatsizlikka kiradi. Buning uchun spiska bo'lish kerak. Albatta. Syomkachi, video, studiya, falon, san'atkor. Tak, meni anaqam bor, repertuarim bor. Navbat nimaga keldi? San'atkorga telefon qayerda ko'rishaylik, yuzma-yuz ko'rishib gaplashaylik. Men repertuarimni aytay unga. U mas'uliyatlikka kiradi-da. Men shunday bo'lsam, bir ikkitasidan mana shunday narsa mas'uliyatni talab qilsa, mendan xafa bo'ladi. Siz silishkim qo'yarasiz. O'rtog'ini so'rayapti deydi-da. Siz silishkim qo'yarasiz deydi. Yo'q, hozir zamon talabi bu. Hozir mas'uliyatli bo'lmasa ham non yo'q. Mas'uliyatli bo'lish kerak. Bitta bu tuzilgan o'z savollarimni tashqari savol hozir kelib qoldi. Zafar Hazratqulovda ortidagi sozandalar jamoasi o'zi sozandalar komandasini xonanda uchun plus, ya'ni effekt berishi, ya'ni uni qo'llab-quvvatlashi, bitta oila bo'lishi, bitta jamoa bo'lishi qanchalik muhim. Bu siz uchun to'yda sozandalarning sizni qo'llab-quvvatlashi nimada aks etadi va buni qanchalik his qilasiz? Men necha yildan beri men bilaman, Yorqin akam siz bilan ko'pda, biz balki orada almashganlar bo'lishi mumkin, lekin o'sha paytdan sizga sadoqat bilan xizmat qiladiganlar deymiz-ku. Ana 300 ming so'm qism olsa ham, 190 ming so'm qism olsa ham, bo'ldi shu bugun demak rizqimiz shu ekan deb xizmat qilish asli to'g'ri. Endi balki kimlardir manfaati, kimlardir rejalariga to'g'ri kelmasligi mumkin. Siz beradigan summada, misol uchun qaysi bir sozandaga. Misol uchun u sozanda o'ziga narx qo'yib olgan bo'lishi mumkin. Lekin siz undan hech qachon norozi qilmagansiz. Har doim to'yda rozi qilgansiz. Lekin men aytmoqchi bo'lgan narsam, sozandalar xonandaga qanchalik sadoqatli bo'lish kerak. Avvalambor hammasi mablag'ga qadaladi. Hamma narsa o'sha moddiy manfaatdorlikka qadaladi. Aslida ham shunday o'zi. Mablag'ga qadaladi. Menda vaqt kelganda, masalan, labz berib, masalan, borib xizmat qilganda, masalan, o'xshamagan holatda, bo'lib qoladi endi. Masalan, men bo'lganda, o'xshamagan holatda shunday sozandalarimga bo'lib, sozandalarimga berib, men pul olmasdan ketganman. Bunaqa narsa juda ko'p bo'lgan. Juda ko'p bo'lgan bu narsada.
Zaminda somsaga ham eslaysizmi? Somsa olib keltirib. Stol ham qilinmagan. Stol ham qilinmagan. Davrada pul ham tushmadi. Somsa olib keltirib, Zamin to'yxonasida biz Solagani somsasini payt bo'lardi. Navoiy kolxozida olib yeganmiz. Xonanda birinchi o'rinda agar sozandasini hurmat qilib o'sha agar yana bilmadim, boshqa xonandalarda qanday bo'lgan, menda sistema shunday. Sozandalarni joyiga qo'yaman hurmatini, hammasini birinchi o'rinda men dasturxonga ularni o'tkazaman. Ular o'tirib ovqatlanib, qorni to'ygandan keyin sekin men o'zim o'tirib o'sha qilib qilaman. Sozandalar birinchi o'ringa qo'yaman. Shuning uchun ham sozandalar meni hurmat qiladi, yaxshi ko'radi. Albatta. Men pul olmasam olmayman, lekin ularga albatta haqini beraman. Bu ham yaxshi narsa bu ham. Qarang, pul olmasam olmayman dedingiz-ku. Lekin pul aslida mayli o'tdi, lekin bundan bu yog'iga pul oling, har doim oling. Nimaga aytyapman? Zafar aka, Jizzaxda menimcha ma'lum bir miqdorda san'atkorni o'sha ya'ni raqqosasiz to'ylarimiz ko'paygandan keyin ma'lum bir miqdorda boradigan summasi chiqadi-ku o'zini baribir. Imkoniyatidan, tarkibdan kelib chiqqan holda. Albatta shunday. Menimcha o'sha payt 2026-yilda mana bu yil ot yili-ku, zo'r yil. 2026-yilda vaqt kelmadimi? Nima deb o'ylaysiz shu san'atkorlar birlashib, bir o'ziga bir juda zo'r narx qilib, o'zini qadriga yetib, mana bir oyda 30 ta to'yga bormang Zafar aka. 15 ta to'yga boring. Sifatga qarang. Boshqa payti Amirsoyga, Zominga, sozandalaringiz bilan bir dam olgani borasizmi? Oilangiz bilan. Oilangiz bilan. To'g'ri aytyapman. Men 100% qo'shilaman gapingga. Juda ham to'g'ri narsa. Kelmadimi paytingiz? Hozir keldi, bo'ldi. Shunday raqqosa masalasini pishib turibdi hozir bu masala. Endi Bekzod bu narsani nima deydi? Har xil inson bor-da, mana 5 barmoq barobar emas. Puli bor inson bor, sal tortilgan inson bor. Endi bizda qolgan viloyatlar biladi, bizda asosan poyez bo'lib, qistir ana bo'ladi-ku bizda. Xalqimiz ham masalan pul tortilgan inson bo'lsa, qistir zo'r bo'ladi deb qo'yadi, boshqa bo'ladi deb o'shanga ishonib qoladi-da. Shunday bo'ladi. Men bitta misol keltirmoqchiman. Men juda yaqinda bo'ldi bitta voqea. Men juda ham dilim og'ridi, juda xafa bo'ldim mana shu narsadan. Men bitta ish bilan Toshkentda yuribman. Men telefonim jiringlab ko'tardim. Alo, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Zafarjon, xonadoningizga keluvdik, to'y aytgani yo'q ekansiz. Aka, men 1000 bor uzr dedim. Men Toshkentda ish bilan yuruvdim dedim. Mayli, telefonda gaplasha qolaylik, o'zaro masalasini hal qilaylik. Oldin bilaylik, chisloni, oyda chisloni bilaylik, qani qaysi o'rni. Mana aytib, bo'shman. Gapirdi. Gap egasini topadi-yu, biladi o'sha. Qaysi kimligi u inson, qaysi mahallada turishi, nima gap, nimasi u biladi. Yozdi o'zi mana. Kommentga yozdi o'zi. Yozdimi? Menga aytibdi, Zafarjon dedi, "Men to'yimmi" dedi, "nimasini ko'tarasiz" dedi. Nimasini ko'tarasiz deb aytdi mana shu narsani aytish kerak. To'g'ri, bekor aytibsan bu narsani. Boshqa viloyatlarga chiqsa odam uyaladi, boshqa bo'ladi. Bizda shunaqa narsa hamma biladi bu narsani. Bekzod hamma biladi. Nima qilamiz yashirib? Nimasini ko'tarasiz dedi menga. Shu qanchalik to'g'ri mana shu savol? Yo'q, noto'g'ri bu. Mayli ko'tarib boradigan san'atkorlar bordir, bo'lsin boshqa qiladigandir, misol uchun. Mayli omadini bersin, men bola chaqasi bor, boshqa tushunamiz endi. Lekin to'yni egasi farzandi uniki-ku, to'g'rimi? Farzand u yaxshi niyat qilib o'stirgan, tarbiya bergan, shuni uylayman, joylayman shuni deb yaxshi niyat qilib o'stirgan-ku. Qanday yuzi chiraydi shuni begona san'atkorga meni to'yimni nimasini ko'tarasiz siz? Yoki bo'lmasa Zafarjon juda ham o'ylab nochor ahvolda. Masalan, to'g'rimi? Shunday deb aytsam bo'ladi. Nochor ahvolda men haqiqatan ham ahvolim tang, to'y qilishga mablag'im kam. O'sha siz nimadan yordam qila olasiz deb shunday desa, xohlagan narsasini so'rasa, qo'limdan kelganicha yordam qilaman. Qo'limdan kelganicha. Lekin u boy inson, o'ziga to'q inson menga telefon qilib shu gapni gapirgandan keyin sen nima deysan? Qanday baho berasan shunaqa insonlarga? Unaqa insonlar o'zini fikri yo'q birinchidan, ikkinchidan aka ongdagi shu paytgacha fikrdan fikrga, ongdan onga o'tib kelgan an'ana bo'lib qolgan aka. Tushunyapsizmi? U odam birinchi marta to'y qilyapti. Lekin uni atrofidagilar shunaqa vaziyat ko'p bo'lgan-ku, nimasini ko'targan, ko'rgan, eshitgan. Tushunyapsizmi? Bunga ham o'tib qoladi shu narsa. Mantiqan o'ylab ko'r, Bekzod. Mantiqan o'ylab ko'r, sen farzandingni uylantiryapsan.
farzanding uylayapsan, to'g'rimi? Uylayapsan. Qanday san'atkorga telefon qilib nimani ko'tarasiz deb ayta olasan? Qaysi yuz bilan ayta olasan bu narsa? Bu gap, to'g'rimi? Mutlaqo. Demoqchi bo'lganim, san'atkorlar o'zimizni xonandalarimiz ham obro'yimizni to'kimaylik deyapman-da. Obro'yimizni to'kimaylik, iltimos, mayli pulga zoriqqandir o'sha inson. To'g'ri, san'atkor puli tugab qolgandir. Lekin boshqa tomonlama mehnat qilsa, Alloh beradi-ku. Halol mehnat topaversan boshqasin. Shu o'rinda Zafar aka kuzatuvchilarga qarata, yurtdoshlarimizga qarata aytmoqchiman. Baribir qaraylik, bor narsa bu. Chunki bu minglab odamlarni aytgan gapi. Toshkentdan san'atkorlarimizga, ustoz san'atkorlarimizga, yulduz san'atkorlarimiz, taniqli san'atkorlarimizga hurmat saqlagan holda hamma omadini bersin. Lekin bu fakt mahalliy o'zimizni Jizzax to'ylarini mahalliy xonandalar qizdiradi. Bu bor gap. Tan olish kerak bo'ldi shu. Shunday. Toshkentlik san'atkor kelib qolsa ham, masalan, bizda dejurimiz u 1-2 marta tushish varianti bo'lib qoladi. U 2 marta tushish kerak, yarim soatdan 1 soat tushish kerak. Toshkentdan yaxshi zo'r zvezda xonanda kelgan. U chiqib aytibdi, hamma kelib menga gapiradi. Bu qizdira olmayapti, siz chiqib qizdirib bering, to'yim vaqti o'tyapti. Lekin tushunmaydi uni vaqti borligini. Ancha vaqtga kelgan qanday siz to'xtatasiz? Qanday uni men ilojim yo'q deyman. Shuning uchun o'ylab ish qilish kerak. Bu narsani o'ylab ish qilish kerak. Baribir o'zimizni mahalliy san'atkorlar kim nimaga o'ynashini, biz xalqimiz nima qayerda qanday azab berishni, qanday nima qo'yish tartibini hammasini biladi o'zimiz san'atkorlar biladi. O'sha joyiga qo'yib o'zimiz san'atkorlarni aytib o'rganamiz. Mayli puli bo'lsa, omadini bersin. Juda ham zvezdalar, chet eldan olib keltirsin. Puli boriga gap yo'q. Omadini bersin. Endi o'rtamiyona masalan debman. Zafar aka, hozir to'yga raqqosasiz. Bitta chiqish narxingiz qancha? Ochiq aytavering, keling shu yerda. Raqqosasiz shahar to'yiga. Shahar to'yiga. Mana o'ziga yaxshi, o'ziga normal odam raqqosa olib kelmaydi Zafarjon. Men to'yim chiroyli o'tishi kerak. Bitta ikkita ssenariyim bor, o'rtada gullar berish kerak, qanaqadir umraga yo'llanma berishim kerak. Ota-onamga deyishi mumkin-da. Albatta. Bobo bular ko'p yosh kattalar bor, keksa odamlar bor. Bular to'ychilar keyin hatto oxir paytda borgan to'ylarimda ham shunaqa kuzatilyapti. Kamonkani ovozini sal pasaytirib oching, sal pastroq bo'lsa, muzikalarning ovozi baland chiqmasin, gaplashib o'tiraylik deydi-da. Shunaqa so'ragan xalq uchun stavka, ya'ni san'atkor sizni sharqona jamoasini puli qancha qilib belgilangan, misol uchun o'rtacha? Ko'p bunaqa narsalar ko'p bo'lgan, muxlislar bor yoki yangi tanigan insonlar bor, o'shalar telefon qilib Zafar aka, raqqosa aytmang, kerak emas, raqqosasiz bo'ladi to'yimiz. Faqat sastavni zo'r qilib, juda zo'r bo'lsin, juda chiroyli o'tishi kerak deb ana qiladi. O'shaga anaqa variantga 6 million deb. 6 million. Lekin aka 6 milliondan ko'piga arziysiz. Siz sastavingiz 6 million ko'piga arziysiz. Bu mubolag'a emas aka. O'rtacha menimcha mana qarangda, Toshkentdan misol uchun gruppalar aytamiz-ku. Gruppalarga o'rtacha 1,5-2 ming dollar qilib pul beriladi-da. Lekin hozir mana 6 millioningiz 500 dollarda. Hech bo'lmaganda sizni mana shu xizmatingiz, mehnatingiz agar endi dollarda gaplashiladi, ko'pchilik dollarda gaplashadi. 1000 dollar atrofida bo'lishi kerak. 10 million, 12 million atrofida bo'lishi kerak. Sababi sozandalaringizga ham ko'pchilik, men bilaman, kichkina sastav emassiz. Zafar aka, sastavingiz ko'p. Keyin bizda anturaj degan narsa bor-ku, ana ko'pchilik misol gruppalar faqatgina orqada turib fonogrammani urib turadigan, maskada turadigan, orqadagi fonda turadigan deb o'ylashadi. Yo, Zafar akamniki misol uchun jonli sastav tarkib bo'lgani uchun, jonli nimasi yaxshi? Kerakli joyda improvizatsiya. So'ragan, xohlagan qo'shig'ingizni dog'man, mustahzo joyida so'ray aytib beradi. O'shanda bilinadi-da baribir. Lekin o'shanga men o'ylayman, Zafar aka xudo xolasa, mana bizda ko'pchilik baribir kommentda yozishadi. Kommentda yozinglar, iltimos ham talab bo'ladi sizlardan. Jizzaximiz san'atkorlarini qadrini yana ham bir aniqlash, qadrini bilish, qadrini bir mustahkamlash uchun. Ularni ijodda yana ham yuksak ijod qilishlari uchun, ularga motivatsiya bo'lish uchun bu xalq tomonidan bizga ham motivatsiya bo'ladi. Menimcha fikrlarini yozinglar. San'atkorlarimizni narxi u darajada menimcha qimmat emas. O'zlarining fikrlarini yozinglar. Va Toshkent san'atkorlari har qancha kelsa ham mahalliy san'atkorlar baribir qizdirish tomonidan, to'yni fayziga fayz qo'yish tomonidan menimcha farqi bor. Shu tomondan fikrlaring bo'lsa yozinglar. Albatta. Va to'g'ri komment yozmanglar faqat. Suv ichib oling. Bizni
Bu reklama emas, qarang, mana JTV, Jo'rayev TVning logosi tushirilgan maxsus bakanlar bugun. Gap yo'q. Zo'r proyekt bo'libdi. Menga juda ham yoqdi. Yoqdimi? Juda ham yoqdi. Endi shu joyda Zo'r haqiqatni aytay Zafar aka, hurmatli kuzatuvchilar, bu proyektni dunyoga kelishida Zafar Hazratqulovning hissasi juda ham katta. Chunki asosi bor-ku, tag asosida Zafar akam o'zi bu g'oyani birinchi berganlar. Shunaqa men aytdim, Zafar aka, bu haqda men ko'p o'ylaganman, lekin imkon bo'lsa 2026-yilda faoliyatni boshlaymiz degan. Mana o'sha kunlar keldi. Buning uchun Zafar akamga rahmat, fikr uchun, e'tibor uchun, ishonch uchun alohida rahmat. Xo'p, yana qaysi mavzularda gaplashsak bo'ladi, Zafar aka? Yosh san'atkorlar yaxshi Keling, shu harakat qilsa o'qish kerak. Qarang. San'atkorlar. To'ydagi, endi ozgina shu pozitivliroq bo'lsin suhbatimiz, intervyumiz. To'ydagi qiziq voqealar juda ko'p bo'lgan. Masalan, menga kelib qaysi qo'shiq bo'lyapti qulog'imga? Lazginka qo'ying dedi-da. Lazginmi yo lezginkami desam, lazginka deydi. Ko'rdingmi? Borda. Sizda nima bo'lgan? Qanaqa voqealar bo'lgan? Manda bunaqa narsalar ko'p bo'ladi. To'yda o'zi hamma san'atkorda bo'ladi. Qiziq voqealar, interesli narsalar san'atkorda bo'ladi o'zi. Qaysi to'yxonada ashula aytib turibman. Lazgini aytib turdim, adashmasam. Xorazm lazgisini aytib turdim. Xorazm lazgisini aytib turdim. Menga keldi bitta bola sahnaga yugurib chiqdi, quloqimga qarab. "Aka" dedi, "Ho'lab aytsam, Zafar lazgini ayting" dedi. Zafar lazgini ayting deb men o'zim lazgi aytib turibman. Zafarman, men o'zim Zafarman, o'zim lazgimi, o'zimman. Lazgi aytib turibman. Kelib Zafar lazgi aytib bering dedi. Keyin shu arada tugadan ukam chaqirdi, "Aka, ukam, men ismim kimligini bilasanmi? Sen kimni to'yda o'tirganingni bilasanmi o'zi?" dedim-da. "Meni ismim Zafar" dedim. "O'sha Zafar lazgi bo'lib" dedim, "tanilgan" dedim. "O'sha Zafar men bo'laman" dedim. "O'sha lazgini men aytganman" dedim. "U Xorazm lazgisi meniki emas, u Xorazmliklarni ustoz Komiljon Otayon yozibdi-ku" dedim. "Faqat men to'yda aytib" dedim. "Sal bunday improvizatsiya qilib, mana azartliroq chiqarganman" dedim. "O'sha men bo'lamasam" deb kulib yubordi ana bola. To'yda oxirigacha kulib yurdi o'sha bola. To'yda oxirigacha kulib yurdi. Meni ko'rsa kulaveradi. O'zimga kelib Zafar lazgini ayting deyapti. Gapi. To'g'ri. Haqiqatdan o'sha Zafar bo'ladi to'yda. Qanaqa mehmon keladi? Bu bo'ladi, o'samasa bu. O'shanchim. Zafar lazgisiz o'sha paytlari haqiqatan o'tmagan ko'p to'ylarimiz. Ayniqsa boshlarni mug'om qilardingiz-ku. Mug'om bilan boshlardingiz jonli. O paytlar umuman boshqacha. Juda zo'r bo'lgan, juda zo'r. Endi zamon talabi. Albatta, shunday zamon talabi. Xo'p, Sharqona guruhi haqida ozgina endi gaplashamiz. Hozir Sharqona guruhini shu o'rinda o'zimni maqtab ketay. Nomini asoschisi ukam Bekzod Jo'rayev. Shogirdim. Ukam, молодец, rahmat. Guruh Sharqonani asoschisi. Rahmat. Rahmat. Sharqonaga to'xtalib o'tsak, bu guruhni kelajagi, bu guruhning hozirgi kundagi faoliyati va guruhdagi rivojlanish bosqichi. Nima yangiliklar qilyapsiz? Nima yangiliklar qilishingiz kerak? Va menimcha o'sha me'yor degan narsaga sizning guruhingiz juda ham tushadi. Men o'zim ham shu Anor guruhini shiyorimiz shunday. Bizda shiyor, me'yor. Bor. Shiyor, me'yor. Bizniki diydor. Diydor guruhi bilan mana ozmi-ko'p faoliyat yuritdik. Endi zamon talab bo'lgani uchun mana qiz bola, o'g'il bola Anor guruhi tuzganmiz. Xudo xolasa mana sizdan ko'rib biz ham shu. Anor guruh yangi guruh qildi. Hurmatli obunachilar, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Anor guruhining ishlariga rivoj juda zo'r chiqdi, men ko'rdim shaxsan. Rahmat. Gap yo'q. Молодец. Birgalikda boyagi narsa. Jizzaxni o'stirishimiz kerak. Albatta, birgalikda, haqiqat. U Sharqonami, u Anormi, u Diydormi, Jizzaxni qaysi guruh bo'lishidan qat'iy nazar, hammamiz maqsadimiz birdamlikda. Hammamiz maqsadimiz xalq to'yida xizmat qilish, xalqni rozi qilish. Ana shunday, albatta. Kelin-kuyovlar baxtli bo'lib, bizni eslab mana shu guruh bizni to'yimizda xizmat qiluvdi desalar, juda ham xursand bo'lamiz. Albatta, shunday. Xo'p, Sharqonani hozirgi paytdagi rivojlanish haqida. Kelajak. Mana yangi repertuar ustida, xudo xolasa, yangi repertuar. Xalqqa, endi bizning maqsadimiz bitta, shu xalqqa yoqadigan qo'shiq. Faqat shu.
To'g'ri, biz anaqa zvezda emasmiz, aktorskiy narsalar qilib anaqa emasmiz, to'g'ri. Endi unga katta mablag' ketadi. To'g'ri tushunasizlar bu narsani. Juda ham katta mablag' talab qiladi bu narsa. Yangi qo'shiq, yangi repertuarlar ishlayapmiz. Asosan shu 80-yil, 90-yil mana shu narsalarga ozroq e'tibor qilyapmiz. Sababi yosh ulug'lar o'sha davrlarni sog'ingan. Men yaqinda bitta Farruh Zokirovning bitta qo'shig'ini aytib chiqdim. Hali Jizzaxda hech kim bu qo'shiqni aytgani yo'q. Oqbuloq degan qo'shiqni aytib chiqdim-ku. Buni Instagramga qo'yganman, Instagramga kirib ko'rishlaring mumkin. Samarqandga bitta mana shu qo'shiqni eshitib Samarqandga to'yga aytishdi men. Kecha yaqinda borib keldik guruhimiz bilan. Mana shu qo'shiq uchun. Demoqchi bo'lganim, aytish bilan aytish farqi bor. Faqat me'yorga yetkazib, u xalqqa yoqadigan qilib ijro qilish kerak. Uni qanday qilib ijro qilib bo'lmaydi. Men dadam aytadilar, "Yo, yaxshi san'atkor bu" deydi. "Yo, zo'r san'atkor bu" deydi. "Yo, o'rtacha bo'lmaydi" deydilar-da. O'rtacha san'atkor bo'lmaydi. Zo'r san'atkor bo'lishing mumkin deydilar-da. Mana ustozim aytardi. Mana sahnaga chiqib, masalan, misol uchun-da, masalan, qosh yovsin deyin desang, shu o'tirgan mehmon, kim ekan bu? Kim ovozi bu? Kim bu deb qarasa, seni yutug'ing shunda bo'ladi degan. Mana ustozim aytardi-da, seni yutug'ing shunda bo'ladi. U narsani tagida katta mehnat yotadi degan. Juda katta mehnat yotadi. Uni o'sha narsani urib olish, o'shani xalqni mehrini qozonib olish uni o'zi bo'lmaydi. Men ham harakat qilaman xalqimizga yoqishga, bir nima deydi, xalqimizni purjasiga qarashga, avvalambor purjasiga, mablag'iga qarab borishga hozir harakat qilyapmiz. Yangi repertuarda chiqamiz inshaalloh, Xudo xolasa, lekin albatta yoqadi xalqimizga. Gruppa Sharqona faqat izlanishda, to'xtovsiz harakatda. Kuzatuvchilar, Sharqonani Zafar Hazratqulovning profillari, Instagramda profillari bor. Sharqonani videolari joylangan. Yaxshi kunlardagi kirib kuzatib, bemalol tabga qarab, kim xohlasa, mana shu gruppani o'zini yaxshilik kunida ko'rishi mumkin. Inshaalloh. Murojaat qilsanglar bo'ladi. Nomerlar ham hammasi qoldirilgan. Xo'p, Zafar aka bitta savol bermoqchiman. Hozir shu narsa haqida o'ylab qoldim. Faoliyatingizni boshlaganingizga necha yil bo'ldi? To'yda, Jizzax to'yida. Jizzax to'ydami? 25 yil bo'ldi. Ko'p undan. Ko'pmi? Undan ko'p. 35 yil adashmasam. Yo'q, 35 yil. Men to'g'ri bo'laydim, nima? Bo'l. Undan o'zgato. Xo'p. 35 yil. Qo'y, siz ijodingizni boshlaganingizda, men endi tug'ilgan ekanman. Chunki 35 ga kirdim-da. 35 ga kiraman. Sanmas ko'pchilik. Endi tug'ilgan. Xo'p. 17 yil bo'ldi faoliyatim boshlaganimga. 17 yil oldingi holatdan kelib chiqib savol bermoqchiman. 17 yil oldingi men bilgan Zafarbek Hazratqulov bilan hozirgi Zafar Hazratqulovning farqi nimada? Hech qanday farqi yo'q. Hech qanday o'zgarish bo'lgani. Yo, men semirib ketdimmi? Yo'q, siz qanday shuncha yil tajriba, shuncha yillik nima boya aytdim, yutdingiz, qanday o'zgarmasligingiz mumkin? Odamlarga, san'atingizga, kasbingizga nisbatan qanday hali ham o'sha. Hali ham o'sha. O'sha bundan 30 yil, 35 yil oldin oshga chiqardim. Tamburda oshga chiqardim. Oshlarga borgan insonlar ham ko'rib turganmisiz? Aytishadi. Oshga chiq. O'sha vaqtda ham kuyladilkash dutorim deb aytardim. Hozir ham shunday aytyapman. Hech narsa o'zgargani yo'q. Hech narsa o'zgargani yo'q. Gap yo'q. Qo'y. Menda aytdimdek, menda mas'uliyat juda katta mas'uliyat. Xo'p, san'atkor bo'lmaganingizda kim bo'lardingiz? Joyiga urdik. San'atkor bo'lmaganingizda? San'atkor bo'lmaganimdami? San'atkor bo'lmaganimda hech o'ylab ko'rmagan ekanman Bekzod mana shu ikkinchi sohani. Nimadan dalolat beradi? Nimani belgisi bu? San'atga mehr. San'atga bo'lgan mehringiz.
san'atga qara, даже shunday bo'lgan, men konservatoriyaga nima uchun kirganman? Mani uydagilarimning maqsadi konservatoriyani tugatib, oliy ma'lumotli bo'lsa, biron bir davlat ichida ishlab, shogird yetishtiradi, boshqa qiladi deb, ularni мнениесida, ota-onam мнениесida, akam мнениесida shunday bo'lgan. Lekin aslida men u мнение bilan kirmaganman konservatoriyaga, faktiski. Men san'atimni kuchaytiraman. Xalqimga, sizga xalqqa yanayam yoqaman, juda ham zo'r ijro qilay deb kirganman konservatoriyaga. Xudoga behisob shukr, mana konservatoriyani tugatib oldim, eson-omon tugatib, hozirda Jizzax ixtisoslashtirilgan san'at maktabida o'qituvchiman, katta o'qituvchiman. Bu yerda shogirdlarim bor, shogird yetishtiryapmiz. Qolaversa, to'y sistemasida shogirdlarimni bilasanmi? Sen shogirdimsan. Ko'p juda. Shogirdlarim juda ko'p mana. Demoqchi bo'lganim, mana inson kasbini yaxshi ko'rsa, haqiqatdan ham yaxshi ko'rsa, mehr bersa, necha yil bo'ldi, hech narsa o'zgarmas ekan. O'sha zubnoy tishini qo'li qaltiramay olaveradi, chunki anaqasiga, kasbiga mehri bor uni. Shunday. Gapi. Izlanadi. Xo'p, shogirdlari ko'p. Zafar Hazratqulovni shu shogirdlaringizga, hozirgi chiqib keladigan yosh avlodga, san'atkorlarimizga, xonandalarimizga, ijodkorlarimizga o'zingizni tavsiyalaringiz deylik, maslahatingiz, taklifingiz. Xo'p, nima qilsa, qanaqa ishlasa, odam o'zini ustida ishlab, nima bosqichlardan o'tsa, zo'r san'atkor bo'ladi. To'g'ri. Endi mayli, avvalambor hozirgi chiqadigan yoshlar, masalan, yosh guruhlar omadini bersin, iloyim, omadlarini bersin. Endi kim qanday pul topadi, boshqa qiladi, o'zlariga havola, gap so'z yo'q. Men iltimosim, yaxshi ijod qilinglar. Xalqimizni ko'nglini topib ijod qiladigan yaxshi san'atkor bo'linglar. Faqat izlanish kerak, zo'r qo'shiq aytishga, ovozni chiroyli qilishga harakat qilish kerak. Faqat shu xalq ko'nglini olish kerak bo'ldi. Mana bitta maslahatim, biznesni san'atga aylantiringlar, lekin san'atni biznesga aylantirmanglar. Iltimos, faqat obro'yimizni saqlaylik, iltimos. Birinchi o'rinda xonandalar, iltimos. Bu narsasini ko'tarib bormaylik. Xo'p. Bizni kuzatuvchilarimizga, Jo'rayev TV kanali obunachilariga, YouTube, Instagram, Telegramdagi obunachilarimizga o'zingizni niyatlaringiz 2026-yildagi rejalaringiz. Yurtimiz tinch bo'lsin, iloyim. Yurtimiz tinchligi hech qachon ko'z tegmasin. Yurtimizda faqat to'ylar bo'lsin, yaxshi tadbirlar bo'lsin. Biz san'atkorlar faqat yaxshilik kunda, mana tadbirlarda xizmatda bo'lishni Alloh nasib qilsin, iloyim. Uylanmaganlarga yaxshi joylardan ato qilsin, iloyim. Mana shu proyektingga kuch-quvvat, omad, muxlislarimizga omad, yaxshi to'ylar qilinglar. Boraylik, mana Anor guruhi bilan Gruppa Sharqona bor, xizmatda bo'lsin. Mizojjon, masalan, juda ham hurmat qilaman. Shogirdim sifatida, ukam sifatida seni hurmat qilaman. Ijodlaringga muvaffaqiyat, omad, seni xalqimiz juda yaxshi ko'radi. Sen buni bilasan. Xalqimiz seni juda yaxshi ko'radi. Sen tinmasdan mehnat qilasan, tinmasdan. Lekin mendan o'tayapti mas'uliyating, qo'yaylik. Mendan o'tayapti lekin. Ishlaringni rivojini bersin. Elda nazardan qolmagin. Bekzod Jo'rayevni qo'llab-quvvatlab turamiz. Adashmasam bitta shu hozir jon kuydiradigan. Xo'p, ham san'atkorlarga, ham tadbirlarga. Xo'p, Zafar aka, bugungi podkastimizdan to'la qoniqdingizmi, qoniqmadingizmi? Juda ham zo'r, ajoyib, menga yoqdi. Yana xohlayman boshqa san'atkorlarni chaqirib, ularning fikri bor. Albatta. Ularning fikrini eshitaylik. Yosh san'atkorlar bor. Qani? Mana hozirgi chiqadigan yosh san'atkor, ularni chaqir. Qani, ularning fikrini qanaqa? Qani? Ya men yuzsizlarcha fonogrammadan ijro qilishni yaxshi ko'raman, yuzsizlarcha sun'iy intellektdan foydalanishni yaxshi ko'raman deb chiqib mard bo'lib aytsa mana. Mard bo'lib aytsin, gap qilish mumkin emas mana. Bu ochiq. O'zimizni xalqimiz, o'zimiz Jizzaximiz viloyatda bo'ladigan narsa. Atrofimizda xalqimizdan bilsin, ko'rsin, kim qanday, kim nima bo'ldi. Shu, lekin juda zo'r proyekt. Gap yo'q. Omad, молодец. Rahmat. Xo'p, aziz kuzatuvchilar, jizzaxliklar, YouTube'da bizni kuzatib boring. Instagram, Telegramda ham manzillarimiz bor va to'liq shakldagi intervyumiz aynan YouTube'ga qo'yiladi. Qisqa formatdagi Zafar akamizni
jon kuydirib bergan takliflari, gaplarini hammasini biz imkon qadar bo'lib Instagram formatda joylab boramiz, Telegram formatda ham joylab boramiz. Siz ham ishingizga rivoj tilaymiz, Zafar aka, Sharqonaga omad tilaymiz. 2026-yil zo'r yil bo'lsin. Men bilishimcha endi hammasini ochiqlamaymiz u. 2026-yilda planlari bor, shaxsiy hayotda ham muvaffaqiyatli bir yangiliklarni kutish arafasidalar, xudo xolasa tug'ilgan kuningizgacha 8-maygacha o'sha yangiliklar bo'lsin. Inshaalloh. O'sha yangiliklarni ham birgalikda nishonlash nasib qilsin. Xudo xolasa, mehmonimiz Zafar Hazratqulov. Ko'p gapirmoqchi emasman, lekin bir so'z bilan aytganda, Jizzaximizni bugungi kundagi haqiqatan ham chin ma'nodagi fidoyi, jonkuyar, mas'uliyatli, o'ta punktualniy va xalq mehrini qozongan sanoqli san'atkorlarimiz orasida o'z o'rnini topgan inson. Zafar aka, salomat bo'ling. Rahmat Mirzajon. Salomat bo'ling.